Yoshlar umuman o'zgargan. Hurmat yo'qolib ketyapti. Kiyinish madaniyati. Mehr-oqibat juda yo'qolib ketyapti. Salom berish. Mehr-oqibat. Qaysi o'zbek qadriyati yo'qolib ketyapti? Hurmat yo'qolib ketyapti. Avtobusga chiqsa, kattalarga yo'l bermayapti, joy bermayapti. Telefonni o'ynab o'tirishyapti. O'sha deb o'ylayman. Birinchidan hurmat, e'tibor. Yoshlar umuman o'zgargan. O'zini qadr-qimmatini bilish kerak. Ertaga o'li ham qanday yosh kattalar qanday bo'lsa, o'sha ahvolda bo'ladi. Mehr-oqibat. Bilmasam tag'in qaysi bilarim. Shu menimcha avvalni unaqa emas edi, odamda mehr-oqibat ko'proq edi, hozir menimcha kamayib ketgan. Bor, yo'q emas. Avvalgidan kamroq. Kiyinish madaniyati yo'qolib ketyapti. Hozirda nima desam bo'ladi? Ko'pincha chetdan zamonaviy narsalar kelyapti, shuni hisobiga yo'qolib ketyapti deb o'ylayman. Salom berish o'ta kerak. Ko'proq kattalarni hurmat qilish ham shunaqa. O'qituvchilarni hurmat qilishlik. Kattalarga salom berish. Yana ko'pi. Masalan, hayo. Hozir o'sha atlas ko'ylak milliy ko'ylaklarimiz yo'qolib ketyapti, lekin o'sha qonun chiqib kiyilyapti hozir ham. Ko'proq salom berish yo'qolib ketyapti deb o'ylayman. Hurmat, e'tibor bo'lsa kerak. Mehr-oqibat juda yo'qolib ketyapti. Odamlar orasida. Odamlar orasida, opa-singillar, aka-ukalar orasida. Mana shu yaxshi bo'lsa, tiklansa juda ham zo'r bo'lardi. Qarindosh urug'chiliklar, aka-ukalar, opa-singillar o'rtasidagi shunaqa nima bordi keldi, bir-birini xabar olish. Menimcha shunaqa bo'lyapti. O'zi qadriyat nima? Yoshlarni kattalarni hurmat qilishi, udumlarimizni saqlanishi shu bo'lsa kerak qadriyat. Xalqi o'zini anashida ildizidan saqlanib qolgan madaniyat har xil bo'ladi. Masalan, shaxsiy qadriyatdan bo'ladi, milliy qadriyat, keyin umumiy jahon qadriyatlari ham bo'ladi. Inson shaxsiy qadriyatlariga salom berish shular kiradi. Endi milliy qadriyatlarga masalan to'ydagi marosimlar turli xil o'shalar kiradi. Bilmayman to'g'risi. Oldingi nima desa bo'ladi? Oldingi o'yinlar, keyin e'tiborga molik bo'ladigan narsalar bor-ku, o'shalar yo'q. O'shalar ko'proq, men qadriyatni shunaqa bo'laman. Odamlar yaxshi qadrlaydigan narsalarni menimcha oldingi qadriyatlarimiz deb aytilsa kerak. Men bu shaxsiy fikrim, bilmadim endi qanaqa qilinadi. Azaldan o'zbek qadriyati, O'rta Osiyo qadriyati degan narsalar bor. Birinchisi mehr-muhabbat. Ota-onaga hurmat, kattaga hurmat, izzat bor o'sha narsalar, Xudoga shukr o'zimizda. Qadriyat bu insoniylikdir. Insoniylik deb tushunaman. Chunki odamlar bir-biriga bo'layotgan munosabatini o'zida bilsangiz bo'ladi, qadriyat yo'qolib ketayotgan. Qo'pollashib, bir dag'allashib ketishyapti. Bo'ladigan xalqlarimizdan keladigan odatlarda